Albatta muxlislarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz esa ilk ochkoga e'tibor qaratishni boshlab yuboryapmiz do'stlar. Teo jamoasiga qarshi Danger Esports jamoasi o'yinchilari matchga tushdi. Endi mana bu vaziyatda, mana shu matchlar orqali oradagi o'sha muammolarni ochiqlab olishadi. Evil hozircha raqibini noqolatga uchratib qo'ymoqda. Boeing Evil noqolatga uchratildi. Arslan ham qabul qilib oldi. Tommy bilan Arslan noqolati, Teo Timur bilan Boeingka duosi hozir Danger Sportsga qarshi bo'lib o'tadi. Ancha qiyin vaziyatda hozir Teo jamoasi o'yinchilari. Mana bu granatalar xavfli bo'lishi mumkin. Senator va sheriklari tomonidan mana shu low groundga granatalar ketma-ketligi amalga oshirilishi boshlanib ketdi. Boria mana shu imkoniyatdan foydalanib, mana bunday muvni amalga oshirmoqda va bo'ldi. Juda ham tezkorlik bilan hal qilishdi. Danger jamoasi o'yinchilari birinchi raundni o'z foydalariga. 1-0 Danger Sport jamoasi o'yinchilari oldindaligini ko'rib turibmiz. Teo jamoasi o'yinchilari yana o'z yurishlarini boshlash kerak. Arslan burchak olib oldi. Tezlik bilan Boria yaqinroq kelib olganligini ko'rib turibmiz. Arslan pozitsiyasida informatsiya bor. Boria hozir uring holatga keldi. Transportda Arslan noqolatga uchratilmoqda. Evil tomonidan yashab turish kerak edi. Arslan yashash kerak edi. Eng kerakli pozitsiyani egallab olgan Arslan hozir noqolatga uchratilmoqda. Tomish tomonidan qanday amalga oshirilmoqda. Ular ichidan Boria raqiblarni qidirishni boshlagan. Juda bir muhim pozitsiyalarni nok holatiga tushira olishdi Danger o'yinchilari. Aslanni esa ko'tarishga harakat qilib ko'rmoqchi. Tomich xavfli bo'lishi mumkin. Va aynan mana shu xavfni u yo'qqa chiqardi. Tomich Evilni nok holatiga keltira oldi. Boria ko'tarish imkoniyati bor Evilni. Unchalik ham xavfli pozitsiyada emas. Mana bunday dimlar orqali albatta raqib visionini yopib qo'yib, ishni amalga oshirish kerak. Bu vaqt ichida esa Tomi Arslanni ko'tarib olishga muvaffaq bo'lyapti. Sal qoldi. Hozir Tomichni o'zi ham nok holatiga tushib qolishi mumkin ekan. Boramiz. Boria Evilni qutqarib oldi. Teo Timur noqolatga uchatilganligini ko'rib turibmiz. Yuqorida turgan Tomich va Arslan hozircha yashashmoqda. Ular low HP holatida edi. Arslan o'z skill'larini qaytarib oldi. HP'larni Senator burchak olishda boshlagan. Senator hozir noqolat qilib olish kerak emas. Hech qanaqasiga kuzatib boramiz. Senator nok qabul qilib olish kerak emas, juda ham to'g'ri. Va endi u o'z pozitsiyasini tark eta olmasligi ham mumkin. Transport ruin holatiga keltirildi va o'yin oxirigacha mana shu pozitsiyadan o'ziga foydali, jamoasiga foydali noklar qidirishga harakat qilib ko'radi. Mana bunday uslubda Tomich damage'lar qabul qilib olyapti va nok holatida Tomichni dabit ham qilib yuborishdi. Juda ham tezkorlik bilan. Boria ketdi. Arslan pozitsiyasiga ketdi Boria va bu xavfli bo'lishi mumkin, lekin mana shu xavfni jamoadoshi bilan birgalikda yo'qqa chiqardi Boria. Senator juda yaxshi harakat qildi va bo'ldi. Raund yana Danger o'yinchilari foydasiga hal bo'lmoqda. 2-0. 2-0 hisob bilan Danger Sport jamoasi o'yinchilari oldinda do'stlar, ko'rib turganimizdek, Teo jamoasi o'yinchilarida birozgina vaziyat qiyinroq bo'lib qolmoqda. Va keyingi raund, 3-raundimiz start oldi. Tomich tomonidan spreylar amalga oshirilmoqda. Tomich hozircha xalq HP holatida burchak olishga ketgan. Arslanni ushlab olishda oxir oqibat Boria tezlik bilan papchga borisini egallab olganligini ko'rib turibmiz. Boria raqibi Boeingkani noqolatga uchratib qo'ya oldi va endi agressiya boshlanadi Danger Sport jamoasi o'yinchilari tomonidan. Evilni mana bu qayashkasini ko'rib olamiz. Boria David ham qilib boradimi? Oxirigacha mana shu nuqtaga e'tibor qaratishga harakat qilyapti. Tomich esa bu vaqt ichida Senatorni nok holatiga keltirdi. Tomich pozitsiyasi haqida Evil eshitdi katta ehtimol bilan va Evilni pozitsiyasi hozir o'qilmasa, Teo jamoasida juda katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Teo Timur Boeingkani nok holatidan ko'tarib oldi. Hozirgina bu ishni yakuniga yetkazgan edi va Boeingka yana nok holatiga tushib qolmoqda. Tomich ham nok holatiga tushib qoldi. Birgina Teo Timur harakat qilib ko'radi endi jamoasi uchun. Bu Boriani pozitsiyasidan yaxshigina damage'lar qabul qilib olyapti va qabul qilishda davom etyapti. Va bo'ldi, masala hal etildi. 3-0.
Bore hisobiga yozilmoqda. Bore ajoyib tarzda o'ynab berdi. Aynan mana shu pozitsiyalarda va 3-0 hisobi do'stlar ko'rib turganimizdek. Ha, Real Madrid jamoasi 3 gol farqi bilan oldinga o'tib oldi. Va hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Arslan yana nok holatida va mana shu move uchun, rotatsiya uchun DE jamoasi o'yinchilari jazolashdi Arslanni yana bir bor. Senator ancha yaqinlashib oldi va raqib o'yinchisi pozitsiyasini o'qimayotgan bo'lishi mumkin, lekin Teo Timur eshitdi va salom dedi. Senatorga Timur nok holatiga tushirib qo'ydi. Qo'rqib ketganligi aniq senatorni kutmaganida mana shunday yaqin pozitsiyada raqib o'yinchisi borligini, senatorning yo'llarini mo'lik orqali blokirovka qilib qo'ydi Timur. Mana bu xayyashgacha? Yo'q. Evil tomonidan uloqtirilgan mana bu xayyashga unchalik ham samarali emas. Tomich o'z yurishini boshlagan, Evil haqida informatsiyasi bor. Balkimda o'sha burchakdagi raqibini bartaraf etib qo'ysa, anchagina o'yinlari ochilib ketadi lekin. Ha, hozir vaziyat biroz bo'lsa ham Teo o'yinchilari tomoniga o'tayotgandek, lekin senatorni o'tib ketishiga imkon berib qo'yishdi va Evil hozir o'z liderini ko'tarib olishi mumkin, lekin undan oldin mana bu vaziyatni hal qilib olish kerak edi. Afsuski, bu yerda Evil hech narsa qila olmadi. Tomi bilan Bonika mana shu pozitsiyani egalariga aylanishdi. Bore esa raqib o'yinchilari pozitsiyasini aylanib o'tyapti. Regina hamda Reginadan ajoyib granata va Bonika nok holatida. Bore tomga ko'tarilib ketdi. Regina nok holatida Tomi tomonidan bu ish amalga oshirildi. Bore hozir katta sahnaga chiqish kerak. Timur nok holatida va birga bir fight ko'ramiz. Borega qarshi Tomich. Bore o'z yurishini boshlab olish kerak. Tomich haqida informatsiyasi bor. Xuddi shunday Tomich ham informatsiyasi bor. Tomichning spreylari pirkillar qilib olmaydimi? Bore, 4 ta xayyashkasi bor. Bu juda ham yaxshi degani. Bore hozir uloqtirishga harakat qilib ko'radi. Yana bir chaproq, yana bir xayyashkani. Qani mana bunisi HP'lar ketqita oladimikan biroz bo'lsa ham? Yo'q. Yana xayyashka. Tomich umuman boshqa tarafga aylanib o'tyapti. Boryani o'sha nok holatidagi o'yinchi chalg'itmoqda. U hali ham dabit bo'lgani yo'q va aynan Tomich mana shu nok holatidagi sherigini ko'tarayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlar chalg'itmoqda. Boryani mana bu granata juda xavfli bo'ldi va Borya payqadi raqib o'yinchisi qayerda ekanligini. Tomichning mana bu granatasi esa barchasiga nuqta yasamoqda. Tajriba bu yerda g'alaba qozondi. Albatta. Siz match boshlanishidan oldin Tomich tomoniga iliq fikrlarni bildirib o'tgan edingiz. Barcha masalani mana shu o'yinchi, mana bu o'yinchi hal qilishi mumkin deb va raundlardan birini aynan Tomich jamoasi foydasiga hal eta oldi. Timurdan ajoyib move, Regina nok holatida va senatorga qarshi harakat. Senatorning qo'li balandroq keldi. Timurni nok holatiga keltirishni uddaladi va o'z sherigini ham ko'tarib olishi mumkin. Bu pozitsiyada esa Borya raqib o'yinchilardan yana birini nok holatiga keltirmoqda. Regina ko'tarilib olindi. Evil hali ham nok holatida, balki uni ham ko'tarib olishning imkoni bordir. Ungacha esa Bonika masalasini hal etish kerak. Arslan transport orqali aylanib o'tishlarni boshlab yuboryapti. Senator ko'rdi, eshitdi va hozir reaksiya bildirishga kech qolganligini ko'rishimiz mumkin. Evilni ko'tarish imkoni yo'q hozircha va Bonika yana yo'q. Birinchi marta nok holatiga keltirilmoqda va bo'ldi, masala hal etildi. DE jamoasi bu raundni ham o'z foydasiga hal etmoqda. Danger Sport jamoasi o'yinchilarini to'xtatib bo'lmayaptiki, go'yo Teo jamoasi o'yinchilarini birozgina menimcha kuchlari yetmayapti. Aynan Tomich o'zi solo holatida bo'lib qolgandek, Tomichga bir sherik kerak. Va ko'ramiz, balki masalani boshqachasiga hal qilishadi. Hozircha esa yaqqol ustunlik Danger Sports jamoasi o'yinchilari tarafda va bu raund ko'ramiz qanday yakunga yetar ekan. Senator juda erta burchak olishni uddaladi. O'ng qanot bo'ylab low groundga joylashib olmoqda. Aynan o'sha pozitsiya Papich tomida o'yinchi o'ynamasligini ta'minlab beradi. Va Bonika Boryani nok holatiga keltirdi. Juda muhim noklardan biri dabit ham qilib yuborishga muvaffaq bo'lmoqda. Bonika mana bu granatalar esa hozircha hech qanday foyda keltirgani yo'q. Evil navbatdagi granatasini tayyorlayapti. O'sha pozitsiyaga Arslan low HP da. Senator qayerda? Senator katta sahnaga chiqish kerak allaqachon.
Senator burchak olib olgan. Senator burchak olib olgan. Raqiblar tomonlama spreylar davom ettirmoqda, lekin Tommy topa oldi. Senator noqolat ko'chatib qo'ydi. Uning ketida Evil ham noqolat ko'chatilmoqda va Reginani ham masalasi hal bo'ldi va Teo jamoasi o'yinchilari uchun do'stlar ko'rib turganimizdek yana bir raund. Tomichning tajribasi baribir seziladi. O'sha orqadagi cover pozitsiyasini yopmasdan baribir u yerda Teo o'yinchilar bemalol o'ynay olishmas edi. Birinchi bo'lib senator pozitsiyasiga e'tibor qaratdi va imkon tug'ilishi bilan uni nok holatiga keltirdi va u yog'iga Teo jamoasi o'yinchilari raundni yutib ketishdi. Bonika nok holatida, Boriya juda aktiv, Arslan ham nok holatida. Boriyadan nok clash ko'ramizmi? Qo'yib bering, tegmanglar Boriyaga, aralashmay turinglar. Yo'q, bu yerda senator hal qiladi. Bo'ladi. Xayyashka bilan oxir-oqibat clash amalga oshirib qo'ymoqda. Boriyadan ajoyib -4 do'stlar. Ajoyib. Men senator tabiiy qilib yubordi deb o'ylagan edim. Yo'q. Boriyaning aynan xayyashkasi masalan hal qildi. Ajoyib navbatdagi klashlardan biri Boriya tomonidan va biz navbatdagi raundga e'tibor qaratamiz. 8-raund ketib keldik do'stlar. Jamoalar, o'yinchilar o'z pozitsiyalarini har doimgidek avvaliga granatalar bilan tekshirish ishlarini boshlab yuborishmoqda. Tomich Boriya masalasini birinchi bo'lib hal qildi va endi hozircha Boriya o'z sheriklariga yordam bera olmaydi. Bundan esa Teo jamoasi foydalanib ketishlari kerak. Tezkorlik bilan Bonika yo'qotilyapti Teo jamoasida. Senator hamda Regina duosi mana shu masalani hal etishdi. Evil esa Arslan masalasini hal etyapti boshqa bir tarafda. Va juda qiziq holat yuzaga kelyapti. Tomich o'rtada qolib ketgan, ochiq maydonda qolib ketgan. Hozir ikki tarafga ham yordamlasha olmasligi mumkin. Va e'tibor qarating, Teo Temur, senator hamda Regina pozitsiyasiga ancha yaqin kelib olyapti. Boriya esa ko'tarilib olindi bu vaqt ichida Evil tomonidan va Tomichni aynan Evil transport orqali nok holatiga keltirdi va bo'ldi. Masala hal etilmoqda. Dangerous Sports o'yinchilari tomonidan. Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari yana bir ajoyib hisobda o'z hisoblariga yozib olishmoqda. Bizda esa 9-raund do'stlar start oldi. Dangerous Sports jamoasi o'yinchilaridan senator hozir tezlik bilan agressiya qilishga harakat qilib bormoqda, lekin u ortroqda turgan raqiblarni unutib qo'yish kerak emas. Senator kirib keldi. Saygada senator tomonlama ham ajoyib spreylar amalga oshirilganligini ko'rsatdi. Senator oxir-oqibat nok holatiga keltirildi va David ham qilib yuborilmoqda. Teo Temur tomonidan va Boriya haqida informatsiya bor. Boriyaga hozir qanday pikda amalga oshira oladi ekan Teo Temur ko'ramiz. Yaxshi, Temur hozir esdan chiqarib qo'ydi Boriya pozitsiyasini va mana shu uchun jazolanmoqda. Dangerous Sports'dan Regina ham nok holatida, Evil esa o'z qarshisidagi Bonika masalasini hal etdi va so'nggi o'yinchi bu Tomichmi yo yana sherigi bor? Arslan bor ekan. Arslan bor, hali u davom etmoqda. O'yinlar o'tkazishda Evil esa Reginani ko'tarib olish imkoniyatiga ega. 3-2 fight ko'ramiz hozir. Boriya sheriklari oldiga kelib oldi. Hozir endi Arslan ushlab olishga harakat qilib ko'radi. Arslan tomonidan uloqtirilayotgan mana bu spreylar yomon emas. Bo'ldi. Ushladi oxir-oqibat Arslanni. Endilikda Tomich o'zi sog'lom holatda qolib ketmoqda va Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari hozir agressiya o'tkazishni boshlashadi. Va aynan mana shu ishni Boriya boshlab bormoqda. Boriyaga ajoyib cover kerak bo'ladi va xayyashkalari bormikan Boriyaning? Yo'q menimcha. Tomichda bor va u aynan mana shunday tarzda kutib olishni boshlab yubordi. Granata bir qancha damage'lar berganligini ko'ryapmiz. Boriyaga qarshi Tomich. Ajoyib. Boriyani to'xtatib bo'lmayapti. Boriyani tormozini topa olmayapmiz. Va Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari do'stlar ko'rib turganimizdek yana bir raundni hisoblariga yozib olishdi. Va bizda keyingi raund start olmoqda. Evilning spreylarini ko'rib olishimiz mumkin. Boynika tomonlama Boynika nok holatiga uchratildi. Uning ketidan Boriya nok holatga ko'chatilmoqda. Razmerlar bor Dangerous Sports jamoasi o'yinchilari. Voy, vaziyatni berib qo'yishdi desak ham bo'ladi. Bitta yo'qotishlar. Lekin qarshilik hali ham davom etmoqda. Bonikani ko'tarib oldi Teo jamoasi o'yinchilari. Evil ancha raqib o'yinchilari pozitsiyasiga yaqinlashib olmoqda va aynan u tayyorlayotgan granata juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Mana shu xavfni his qilgan holda Teo jamoasi o'yinchilari compound ichiga kirib ketishdi. Evilda ketma-ket xayyashkalarni ko'rib olishimiz mumkin. Mana bunisi samarali bo'lishi mumkin edi, lekin yo'q, unday bo'lmayapti. Regina
Regina Teo Timurni ko'rdi. Reginadan ajoyib spreylar va Teo Timurni noholatga uchratib qo'ymoqda. Evil tomonidan uloqtirilgan mana bu Xayeshga sal qoldi. Agarda timing yana bir soniya ushlab turilganda Evilni ham noholatga uchratib qo'yish mumkin edi. Tomich yana bir Xayeshkani qizdirishda boshlaganligini ko'rib turibmiz. Teo Timur qutqarish ishlari boshlangan. Evil pompada o'qlari kam. Shuni unutib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Boynika hozir Evilni kutib olishga tayyor turibdi. Boynikani sheriga yetib keldi. Evil tomonidan uloqtirilgan mana bu Molik ekan bu. O'yinchilar emas, Senator va sheriga Regina noholatga uchatilmoqda. Evil ko'rmadimi raqib? Nariga bitib turgan ekan. Eshikdan nariga bir chetida Evil bor. Yana bir amalga oshira oladimikan? Evil tomonidan chiqib keldi Boynika va bo'ldi. O'zi nuqta qo'yib qo'ymoqda. 10-raund aynan Teo jamoasi o'yinchilari uchun. Teo jamoasi qo'ldan boy berilgan raundlar evaziga mana bu raundlar oxiriga kelib biroz bo'lsa ham o'zlarini qo'lga olishni topib olishdi va biz navbatdagi raundga e'tibor qaratamiz. Bu 11-raund. Har doimgidek granatalar mana shu faytlar boshida aktiv bo'lmoqda va ko'ramiz Boria hamda Regina Teo jamoasi o'yinchilarini shutoqni yuqorisiga joylashib olishgan va Boria kirib keldi. Bonikani nok holatiga keltirdi. O'zi ham nok holatiga tushdi va tabiiy bo'lib ketmoqda. Uni ortidan da Regina nok qabul qilib oldi va ustunlik mana shu tariqa Teo jamoasiga o'tib ketyapti. Bonikani esa bemalol ko'tarib olishi mumkin. Evildan ajoyib navbatdagi granata va Arslan nok holatida. Senator ham xuddi granata tayyorlayotgandek edi va bundan Tomich ajoyib tarzda foydalandi. Oxirgi o'yinchi qolyapti. Evil pozitsiyasiga kirib keldi Teo Timur va uni holatida Evil o'z HP'larini yaxshilab olishga ulguradi bemalol. Birga bir vaziyat umuman olganda. Hozircha Arslanni ko'tara olmaydi Tommy. Lekin Evil agar pasiv o'yin ko'rsatishda davom etadigan bo'lsa, mana bu imkoniyatdan foydalanish mumkin. Bu chalg'ituvchi Yashik edi. Evil buni sezdi va Arslan ko'tarib olindi. Birinchi bo'lib aynan Arslan keldi. Arslan low HP holatida hozir masalani hal qilib qo'ymoqda do'stlar, ko'rib turganimizdek va bu hisob Teo jamoasi o'yinchilari uchun hozir bittagina hisob olsa Dangerous Sport jamoasi o'yinchilari g'oliblikka qo'l kirib ketishlari mumkin. Lekin berishmayapti mana shu bir raundni ham. Agar bittagina raund bilan barchasi hal bo'ladigan bo'lsa, unda juda muhim raundlarni guvohiga aylanyapmiz. Boria raqib o'yinchilari pozitsiyasiga yana juda erta yaqinlashib oldi va ikki jamoa o'yinchilari ham mana shu bir-birlari pozitsiyalariga granatalar bilan e'tibor qaratishmoqda. Evil juda yaxshi Bonikani nok holatiga keltirdi, lekin o'zi ham yaxshigina damage'lar qabul qilib oldi. Boria esa Arslanni nok holatiga keltiryapti. Tomich tomonidan granata va Tomich darhol agressiv harakatlarni Boria pozitsiyasiga amalga oshirdi va Boria nok holatida Tomichni o'zi ham yetarlicha damage'lar qabul qilib oldi. Tomich hamda Timur duosiga qarshi Teo jamoasi o'yinchilari. Senator agar mana shu o'yinchini nok qila olsa demoqchi edim, lekin Timur hamda Tomich bir-birlarini juda yaxshi tushunishdi. Evil boy beradi bu raundni katta ehtimol bilan. Birga bir vaziyat aytib o'tganingizdek Teo Timurning qo'li ustunroq keldi va bu yana bir raund. TDM'larni push qilish juda ham qiyin. Piklarni ayniqsa. Albatta, juda ham qiyin, juda ham tez pikni amalga oshirishadi va aynan mana shuni guvohiga aylandik. Teo Timur ishtirokida navbatdagi raund, 13-raund. Senator Tomichni juda muhim pozitsiyada muhim pozitsiyada emas ekan. Navbatda Bonika ham nok qabul qilib olyapti. Arslan Tomini ko'tarib olish ishlarini boshlab yubordi. Timur ungacha mana shu pozitsiyani himoya qilib turishiga to'g'ri keladi va afsuski Timurni o'zi ham nok qabul qilib olmoqda va endi push qilib yuborishlari kerak deya jamoasi o'yinchilari. Granatalar ketma-ketligi hozir compoundning ikkinchi etajiga amalga oshiriladi. Evil nok holatida Tommy yaxshi harakat qildi. Navbatdagi o'yinchini ham nok holatiga keltirishi mumkin va shunday ham bo'lyapti, lekin oxirida Boriyaga biroz kuch ham yetmadi, menimcha o'qlar ham yetmadi. Xuddi shunday va Dangerous Sport jamoasi o'yinchilari o'zlari uchun kerakli bo'lgan, juda ham zarur bo'lgan raundni o'z hisoblariga yozib olishmoqda do'stlar. Va bizda esa so'nggi raund.
va Bonika nok bilan qarshi olyapti. Mana shu so'nggi raundni Boriyadan navbatiga granata tayyorlanyapti. Senator afsuski nok qabul qilib oldi. Tomi bu ishni amalga oshirdi ajoyib tarzda. Arslan xuddi mana shunday nokni qabul qilib olmoqda va Temur ham nok holatiga keltirildi. Tomich pozitsiyasini ko'rdi va Boriya barchasini so'nggi raundda jamoasi foydasiga hal etdi va biz finalda qaysi jamoani ko'ramiz? Aynan Dangerous Sports va kim? 2022 jamoasi. 2022 jamoasi bundan oldingi